Yani nima chiqdimi? Abdurahmon. Daqiqa, vaqt. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tushdi, xolos, Vassalatu ala habibina rasulillah. Alloh taolo ziyoratlarimizni qabul qilsin. Hozir Na'am. Hozir birinchi bugun Madinadagi ziyoratimiz Qubo masjidiga ziyoratga boramiz. Qubo masjidiga ziyorat qilishdan oldin niyatni hozir chiqayotgan joyimizda to'g'rilab olishimiz kerak. Nima deb niyat qilamiz? Qubo masjidiga borib 2 rakat namoz o'qiyman degan niyat qilib olamiz. Ana shu niyatni, hozir shu niyatni sizlarga eslatyapman. Ana shu niyatni qilib yo'lga chiqib borib 2 rakat Quboda namoz o'qisak, bitta umraning ajrini olamiz. Umra savobi beriladi. Qubo masjidining fazilati to'g'risida balki borganda yana gaplashamiz inshaalloh robbil alamin. Undan keyin nasib bo'lsa Uhud ziyoratimiz bor. Uhud tog'i to'g'risida o'tda ham gaplashamiz. Keyin nasib bo'lsa Xurmo bog'iga boramiz. Xurmo bog'ida ozgina suhbatimiz bo'ladi. Alloh taolo bu ziyoratimizni qabul qilsin. Madina ziyoratimiz bugun nasib bo'lsa oxiri ertaga peshindan keyin ihrom niyatini qilib Makkaga yo'lga tushamiz. Alloh taolo bu Madinadagi fazilatlardan hammamizga Alloh nasib qilsin. Ko'proq bu joyda salovatlarni aytish, payg'ambar alayhissalatu vassalomning sunnatlariga amal qilish, xushmuomala bo'lish va ko'proq bu joyda axloq, ibodat, ziyoratlarni qilib olishimiz kerak. Ziyorat qilsa savob bo'ladi degan sanoqli ziyoratgohlardan biri hozir inshaalloh Qubo, keyin Uhud, undan keyin Xurmo bog'iga boramiz. Alloh qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Madinadagi ziyoratimiz davom etyapti. Haj bilan Ramazon orasidagi muddatda odam kam bo'lar ekan. Madinada ham odam kam. Sharoit yaxshi. Mabodo umra ziyoratiga kelmoqchi bo'lsanglar, Ramazonda ajri baland, lekin bemalolroq bir ziyorat qilaman desangiz, Ramazondan keyin Shavvol oyi o'rtalari, oxirlarida Zulqa'da oyida umra qilish kerak ekan. O'zi Saudiya hukumati 1-2 kunlarda yopadi menimcha. Umra ziyoratini Makkaga yopadi. Chunki bu yoq hajga tayyorgarlik. Haj endi bilasizlar, izdihom bo'ladi butun dunyodan hojilar. Alloh bilan kelishib boshlaydi. Alloh taolo hammamizga umr ibodatlarini ado qilish, fazli barakotidan nasibador bo'lishimizni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.